pulishilka, ya'ni don pachaqlash apparatimiz xudo xolasa mol bemalol hazm qiladigan razmerda yoki yirikroq qo'ybob qilib chiqarsangiz ham bo'laveradi. Tezliklari shunga qarab o'zgaraveradi. Mayinroq qilib 600 kilo atrofida, yirikroq desa xudo xolasa 1 tonnagacha ham bemalol maydalab beraveradigan pulishilka apparatimiz. Narxi 14 million. Videoni o'tkazib o'rmaylar, hozir ishlashini ham ko'rsatib o'tib ketamiz.